Men Yulduzxon Shordimetova. Bugun sizlar bilan zapusk orqali qanday qilib 20 ming dollar topganim haqida gaplashamiz. Kim meni tanisa, tanimasa, qisqacha o'zimni tanishtirib ketaman va video oxirigacha ko'ring. Har bitta videoyimni oxirida qanday bonus tayyorlatganimni ham aytib boryapman. Demak, bilasizlar, hozirgi paytda mana 2025-2026-yilda ham menimcha zapusk mavzusi juda ham ommalashadi. Nimaga? Chunki ko'pchilik bilyaptiki, kim agar zapusk qilsa, u orqali yaxshi daromad topish mumkin. O'zi zapusk nima degan savolga men bundan oldingi videoyimda ham javob berib ketganman, lekin yana qisqacharoq aytib ketaman. Zapusk bu sizni bilimingiz yoki bo'lmasam tovaringizni sotish uchun quriladigan marketing strategiyasi hisoblanadi. Ya'ni uni sotuvgacha bo'lgan strategiyani hammasi zapusk hisoblanadi. Zapuskni lekin bugun men aynan bilim sotishda qo'llaganimni gapirib bermoqchiman va qanday qilib men 20 ming dollarlik zapuskgacha o'zim sama zapusk qilganimni ham aytib beraman. Birinchi aytib o'tay, menda zapusk bo'yicha hech qayerda men deyarli o'qimaganman. Buni hammasi shaxsiy tajribam, shaxsiy metodim orqali rivojlangan. Ya'ni bu bo'yicha men sama zapusk bo'yicha o'zim o'rganib, izlanib, to'g'ri olgan paytlarim bo'lgan mentordan mentorlik olib, lekin u polniy zapusk bo'yicha bo'lmagan, shaxsiy rivojlanish bo'yicha mentorlikda o'qiganman. U ham ta'sir qilgan. O'zimni boshqa ishlatgan metodlarimni analiz qilishim, постоянно o'rganishim bu narsani menga yaxshi amalga oshirishimga turtki bo'lgan. Menimcha, sama zapusk orqali 20 ming dollargacha zapusk qilish, pul topish bu juda ham yaxshi rezultat deb hisoblayman. To'g'ri, bundan katta ham patologlarni qo'yish mumkin. 2026-yilda xudo xolasa, imенно o'zim sama zapusk qilib turib, shunaqa patologlarni urish niyatim bor. Chunki men asobi unaqa prodyuserlar bilan ishlab ko'rmaganman va menga o'zimga qilish ko'proq yoqadi. Ya'ni tushgan daromadni asosiy qismi o'zingizda qolish bu juda ham yoqimli tuyg'u. To'g'ri, siz komanda bilan yoki prodyuser bilan zapusk qilsangiz, kattaroq summalarga o'sishingiz mumkin. Agar prodyuseringiz zo'r bo'lsa, sizga zo'r nimalar berib tursa, yo'nalish berib tursa, o'sishingiz mumkin. Lekin agar o'zingizda ham bu bo'yicha bilim ko'nikma bo'lsa, unda siz o'zingiz ham qila olasiz deb hisoblayman va shu narsani men o'zim qarab qilganimni aytib bermoqchiman. 20 ming dollar prosta deydigan summa o'zi aslida, chunki men davlat ishida o'sha o'zimni oldingi topgan oyliklarimda maksimum 2,5 million, 3 million topganman. Undan u yog'i men uchun vashe nerealniy summa edi. No, men buni uddaladim. Men oddiy dekretda 3 ta o'g'il bilan o'tirib, yana bola tarbiyasi, uy, oila hammasini balansda ushlab turib, men qanaqa qilib zapusk orqali shuncha topdim. Albatta bunda menga uyimdagi yaqin insonlarimning ham yordami juda ham katta. Misol uchun turmush o'rtog'im постоянно qo'llagan, qaynonam menga bolalarimga qarashib, постоянно bolalarimni boqishimga yordam berib, hozir mana kichkinam faqat Nyankada, chunki Toshkentda bo'lganim uchun qaynonamga borsam, xudo xohlasa Nukusga borsam, qaynonam yana qarab turadi. Ya'ni yaqinlaringiz qo'llavi ham juda ham katta yordam berar ekan, bunaqa o'sishingizda demoqchiman. Birinchi bo'lib, men zapuskga kirib kelganimni qisqacha aytadigan bo'lsam, o'zi aytib berganman. Men boshida SMM bo'yicha o'qiganman. 2019-yilda bu sohaga qiziqqanman. 2019-20 polniy buni bepul darslarda o'rganganman. YouTubedan dars ko'rganman. Instagramda eng birinchi chiqayotgan ekspertlardan o'rganib yurganman va keyin men точно shu sohada o'qishim kerak, shu sohada ishlashim kerak degan fikrga kelganman. Nimaga? Chunki men qo'l mehnati bilan shug'ullanardim, uni rivojlantira olmaganman. Bilimsizlik bo'lgan, ya'ni qanday qilib mana shu qo'l mehnatimni chiroyli va yaxshi sotishni bilmaganman. Bitta misol uchun abadok yasardim, deylik, kechasi bilan yasab chiqasiz, bolangizga qaramasdan yasaysiz, bor yo'q 50 ming, bor yo'q 45 mingga sotardim va menga bu обидно edi. Ya'ni o'zimni shuncha mehnatimni, deylik, bitta abadok yasashga 4-5-6 soatgacha vaqtim ketardi, lekin uni bor yo'g'i 40 ming, 50 ming narxda narxlashim menga misol uchun juda ham
ana og'ir botgan, lekin men qimmat sota olmaganman. Undan qimmatda sota olmaganman, majbur bo'lganman. Va SMM sohasini o'sha biznesni rivojlantiraman deb o'rganib yurganimda, men o'sha bu narsaga juda qiziqib ketganman va mana shu sohada ishlashga qaror qilganman. Lekin ishladim, bitta kursda o'qib olib, men ham kurs chiqaraman, men zapus qilaman demaganman. Men kursda o'qib yurgan paytimda, o'qiganimdan keyin, ya'ni mijozlar bilan topishga, mijozlar bilan ishlashga harakat qilganman va yana bitta narsa o'sha paytlari hali SMM bo'yicha, vizual bo'yicha, mobilografiya bo'yicha mutaxassislar deyarli yo'q edi O'zbekistonda. Men birinchilardan chiqdim, yana boshqa hozirda 4 yillik, 5 yillik tajribaga ega ekspertlarni ko'pchiligi o'sha paytlarda birinchi ekspertlar bo'lib chiqishdi. Keyin blogimni rivojlantirib, auditoriya yig'ib, auditoriya o'zi yig'ishimga sabab birinchi narsa men mijoz topmoqchi bo'lganman. Chunki men Toshkentda hech kimni tanimayman, meni yaqinlarim Toshkentda yo'q deyarli. Menga mijoz bo'ladigan odamlarim, yaqinlarim orasida yo'q edi. Uyim atrofidagi joylarga borib gaplashib ko'rardim, lekin ularning ko'pchiligi SMM mutaxassislar bilan ishlashni xolamasdi. U paytlar hali bunaqa darajada ommalashmagan. Keyin men majbur bo'lganman Instagram yuritishga, Instagram orqali blog rivojlantirishga, mijoz yig'ishga va birinchi mijozlarimni Instagram orqali topganman. Va bu orqali birinchi $1000 ham topganman. Keyin menda spros auditoriyani o'zidan bo'lgan. Ya'ni ko'p so'rayvergan, direktdan juda ko'p so'rardi. Rasmga olishni o'rgatasizmi, videoga olishni o'rgatasizmi, sizda kurslar bormi, onlayn kurslaringiz bormi degan savol juda ham ko'p bo'lardi va bir kuni o'tirib o'yladim. Nimaga men kurs yaratmasligim kerak? Nimaga yaratib ko'rsamchi, menda ham onlayn kurs bo'lsa-chi? Chunki o'zim o'qigan chet ellik kurslarni ko'rib havas qilardim. Bizda ham Toshkentda, O'zbekistonda shunaqa kursim bo'lsa dirdim-da va bir kun o'tirib qo'rquvlarimni yengib bunga qadam tashlaganman. Lekin juda ko'p izlanganman. O'zi qanaqa qilib kurs yaratiladi, o'zi qanaqa qilib darslar yoziladi, o'zi qanday montaj qilish kerak, qanaqa qilib auditoriyaga uni sochish kerak, ko'rsatish kerak. Mana shu narsalarning hammasini o'tida o'ylab o'tirardim va sekin menda nima yig'ila boshlagan, reja, plan va mana shu asosda birinchi sotuvimni qilganman. Birinchi sotuvim albatta men uchun juda ham katta yutuq. U paytlar hali dollar bunaqa oshib ketmagandi. Agar hozirgi dollar kursida hisoblaydigan bo'lsak, $400-500 birinchi zapuskimdan topganman va keyin bu narsa stabilniy o'sib borgan. Men sizlarga bitta narsani aytaman, agar qaysidir prodyuser yoki qanaqadir infa biznesda yurgan odam zapusk orqali bittada 10 ming, 20 ming, 30 ming topasiz desa, bunga ko'r-ko'rona ishonib ketmang. To'g'ri, topishingiz mumkin, lekin yana bitta narsani inobatga olish kerak. Bunda sizni tajribangiz, bunda sizni ishlatadigan metodlaringiz yoki o'zingizni qo'rquvlaringizni yengib, shu narsaga qadam tashlay olasizmi, yo'qmi? Agar sizda qo'rquv katta bo'ladigan bo'lsa, sizda tajriba kam bo'ladigan bo'lsa, sizda deylik opit kam bo'ladigan bo'lsa, bunaqa narsani tajribadan tashqari harakatingiz kam bo'ladigan bo'lsa, bunaqa narsani siz bittada qila olmaysiz. To'g'ri, siz stabilniy qilishingiz mumkin, deylik 500 ming, 2 ming, 3 ming, 4 ming, 5 ming, mana shunaqa zina o'sish kerak. Bittada zinani siz birinchisini bosib o'tmas ekansizda, zinadan bittasiga parashyut bilan sakrar ekansiz. Bunaqa narsa bo'lmaydi. Bunaqa narsa bo'lishi mumkin qaysi paytda. Agar sizni boshingizda qanaqadir ustoz bo'lsa, deylik, o'sha yo'l o'sha bosib o'tgan va sizga aniq yo'nalish bera oladigan odam bo'lsa, unda siz bittada o'sha zinalarni, o'rtadagi zinalarni tashab ketib, bittada tepaga, vershinaga sakrashingiz mumkin. Lekin undan u yog'iga siz birdaniga sakrash qila olmaysiz. Qilishingiz juda ham qiyin demoqchiman. Qilgan taqdiringizda ham juda ham qiyin. Keyin o'sha выгорание, откат, men unaqa ekan, menda bunaqa ekan, men nimanidir noto'g'ri qildim yoki bo'lmasam menga bu narsa yoqmadi deb ertaga выгорание bo'lib qolishingiz ham katta ehtimol bilan mumkin. O'shaning uchun men o'zimni nimamda o'ylaymanki, men juda ham yaxshi boshlaganman va stabilniy o'sganman. Hozir mana xudo xolisa 2026-yilga niyatim zapusk orqali $100 ming gacha chiqish. To'g'ri, menga hozir aytishi o'zi strashniy. $100 ming zapuskga xudo xolisa chiqish niyatim bor. 2026-yilda bu narsani men sekin-sekin, qadam-qadam amalga oshiraman va albatta bu narsani qanaqa qilib qilganlarimni ham sizlarga YouTube kanalimda aytib beraman. Xo'p,
Keyin boshlandi o'sha $500 keyin $600 keyin mavzuga qaytadigan bo'lsak, men o'yladim, demak zapusk orqali, ya'ni zapusk orqali degan so'z ham u paytlar zapusk degan so'z bo'lmagan. Demak, men kurslarimni sotish orqali, o'zimning bilimimni sotish orqali yaxshi daromad topishim mumkin ekan. Men o'z ustimda ishlashni boshlaganman. Mobilografiya kurslarida o'qiganman. Yana qaytadan SMM bo'yicha, stories bo'yicha kerakli bilimlarni izlanganman. Keyinchalik Reels bo'yicha. Ya'ni men zapusk qilib o'sha bilim bilan qotib qolmaganman. Doimiy izlanish, doimiy o'rganish, doimiy mijozlar bilan ishlash, doimiy blogim ustida ishlash menga keyingi stabilniy o'sishlarimga yordam berdi. Ko'pchilikda qiladigan xato auditoriyasini rivojlantirmaydi, o'zini shaxs sifatida rivojlantirmaydi, kurslariga yangilik qo'shmaydi va yangi produktlar o'ylab topmaydi. Umuman olganda kreativность nol. Boshida qanaqadir boshlovdi, oxirigacha o'sha boshidagi narsa bilan yuraveradi va natijada o'sish bo'lmaydi. Lekin siz agar haqiqatan ekspert bo'lsangiz, haqiqatan mana shu sohada odamlarga bilim berib, ularga o'zingizni yo'lingizni, tajribangizni ulashmoqchi bo'lsangiz, aslida siz internetda bor narsalarni sotishingiz kerak emas. Internetda bor infopovodlarni o'zini sotadigan bo'lsangiz, siz katta ehtimol bilan tezgina sinasiz, tezgina zapuskalaringiz orqaga ketib boshlaydi. Birinchi eng zo'r narsa bu sizni o'zingizni shaxsiy tajribangizni sotish. Mana nima uchun odamlar kursga pul to'lashni xohlaydi, mana nima uchun o'qishni xohlaydi. Sizda bilim, sizda tajriba, sizda ishlagan metod bor bo'lsa, o'shani o'rganishga tayyor bo'ladi. Men aynan shu narsani kurslarimda qo'llaganman. Men doimo mijozlar bilan ishlaganman, doimo o'sganman, doimo o'z ustimda ishlaganman va bu narsani kurslarimga parallelni qo'shib borganman. Endi aytsam bitta narsani, prosta chista mijozlar bilan ishlab yaratilgan kursim bor. Uni ichiga ozgina boshida o'sha tayyorlanib darslar qo'shilgan intensiv mini kurslar deyilardi va boshida uni 500 ming, 700 ming narxlarda sotgan bo'lsam, keyin uni bitada katta skidka qilib zapusk sistemasida 48 soatga sotuvga qo'yganman va bir kunni, 2 kunni o'zida biz 700 ta odamga sotganmiz. Bu degani o'shanda chista hozirga agar nimada hisoblaydigan bo'lsak, 5000 $6000 dollarlik zapusk bo'lgan. Ya'ni 5000 $6000 dollarlik 2 kunda 48 soatda yana u bezobratный связь. Ya'ni prosta darslikni o'zini tashab berish bo'ldi. Undan boshqa hech narsa emasdi. Ya'ni summasi arzon bo'lgan birinchidan va juda ko'p odam massiviy buni sotib olishga tayyor bo'lgan. Даже вот plastiklarim qotib qolgan, ishlamasdan shunaqa vaziyatlar bo'lgan paytlari bo'lgan. Lekin 2 kunda $5000 $6000 dollarlik zapusk prямо mani blogimda wow bo'lgan, chunki men uzoqroq program qilib, uzoqroq sotgan paytlarim juda ko'p bo'lgan, lekin 2 kunda bunaqa ajiotaj bilan sotilish aynan o'sha deadline qo'yib sotganimda juda zo'r o'xshagan va u kurslarni eng asosiy tarafi yaratilishi faqat meni tajribam bo'lgan. Ya'ni men nima qilsam, misol uchun mijozlarga qanaqa montaj qilsam, qanaqa stories qilsam, hammasini darsliklar qilib yozib boraverganman va o'shalarni dars qilib tashab qo'yib va bittada o'shani katta sotib qilganman. Juda zo'r. Va menga hozir ideya keldi. Mana shu narsani endi men bizneslarimda qilsamchi degan ideya kelib turibdi va buni ham qanaqadir kichkina mini produkt qilib qo'yishim mumkin. Ya'ni orada bittada katta sotuv qilib qo'yadigan mini produkt qilib qo'ysam bo'lar ekan. Ideya. Mana shunday qilib men $20,000 dollarlik zapuskgacha o'sganman. Xo'p, bu yo'lda nimalarni qildim, nimalar amaliyotda qildim aytadigan bo'lsam, asosiy 3 ta qadamni tushuntirib ketaman. Birinchisi bu meni blogim. Ya'ni blogimda постоянно aktiv bo'lganman va постоянно kontentlar joylab borganman. Foydali ma'lumotlar, o'zim haqimda, oilam haqida kam bo'ladi menda, lekin o'zim haqimda va o'quvchilarim, mijozlarim natijalari haqida juda ko'p qo'yib borishga harakat qilganman. Ha, Instagramda buni afsuski hozir topa olmaysiz, chunki men 2025-yilni
Aprel oyida juda ham katta stressga tushganman va hamma Instagramdagi narsalarimni o'chirib yuborganman. Prям o'chirib yuborganman. Arxiv qilsam bo'lmasmidi desam, o'chirib yuborganman. Juda ko'p foydali ma'lumotlar bor edi. Ba'zida shunaqa blogda shunaqa narsalar bo'lib turadi. Deylik, ba'zi bir blogerlar ko'rgan bo'lsanglar, o'zini o'sha hijobga kirgan paytda eski rasmlarni o'chirib yuboradi kimdir esa yangicha bir etapga o'tish uchun nimadir qilishga to'g'ri keladi. Bu tabiiy. Lekin yaxshi bo'lardi agar meni qanaqa yo'lni bosib o'tganimni hozir ham kontentlarimda turganda kimlardir motivatsiya uchun bu narsani ko'rish mumkin. Chunki haqiqatan men real 0 bo'lib yurgan paytlarimdagi videolarim ancha ko'p edi. Afsuski ularni qaytarishga iloji yo'q. U havoga uchib ketdim deb qaraganda. Xo'p, mayli. Va bu narsani men blogimda qilib borganim uchun auditoriya stabilni o'sgan va men kurslarimni paytapni sotishni boshlaganman. Keyin mijozlar bilan ishlaganman. Undan tashqari men hech qachon SMM mobilografiyada faqat kurs sotish bilan shug'ullanmagan. Orada bo'lgan mijozlar bilan ishlashni umuman xohlamay qolgan paytlarimda umuman mijoz olmaganman. Realni bitta ham syomka olmasdim, даже so'rashsa ham olmasdim. Nimaga? Chunki mijoz bilan ishlashi ham o'ziga yarasha plus minuslari bor. Bu haqida bitta video chiqararman, lekin hozir emas. Xo'p, keyin men kurslarimni ulучшать qilishga, yaxshilashga harakat qilganman. Juda oddiy bo'lgan, tan olaman, tam professionalniy syomka, professionalniy video montaj bo'lmagan, lekin kerakli fishkalarni, kerakli joylarini, nyuanslarigacha o'rgatganman. O'shaning uchun hozirgacha meni kurslarimda o'qigan o'quvchilar ikir-chikirigacha o'rgatasiz, juda ham mayda detallarigacha e'tibor berasiz deydi. Bu meni katta ekspert sifatida plusim. Men chunki ko'p kurslarni ichigacha kirib ko'rganman. SMM mobilografiya bo'yicha hozir даже hozirgacha zo'r sotayotgan ekspertlarning kurslarini ichigacha kirib ko'rganman, lekin men chista aytaman, ekspert sifatida menga yoqmagan. SMM mutaxassislari, mobilograflar agar shu videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, iltimos o'zingizlarni metodingizlar ustida ishlanglar. Просто tak impa mahsulot berib qo'ymanglar. O'zingizlarni tajribanglarni, o'zingizlar ishlatgan fishkalarni, o'sha proyektingizlarda ishlatgan metodlarni, strategiyalarni o'quvchilarga beringlar. O'sha narsani o'rganish uchun keladi. Просто sizni mobilografiya u narsa, bu narsa, mana videoni mana bunaqa olasiz yoki bo'lmasa SMMda mijoz mana bunaqa jalb qilinadi, SMMda mijoz bunaqa qilinadi. Bu narsalar kerak emas. Buni ChatGPT bilan ham gaplashib bemalol topib ola oladi. Bu narsa emas. Siz aynan qaysi mijozda nimani ishlatdingiz, qanaqa metod qo'lladingiz, o'shani bering, o'zingizni shaxsiy tajribangizni bering. Mana o'sha narsani qiymati yo'q, bahosi yo'q. Millionlar to'lamay, $1000 to'lamaydimi sizni kursingizga? O'shani bersangiz, vau deydi-da, ya'ni o'quvchi haqiqiy tajribani oladi, haqiqiy bilimni oladi. Haqiqiy sizni ekspert sifatidagi bosib o'tgan yo'lingizni sotib oladi. Nima qiladi? Bizda hamma bitta narsani bilib olgan, hammasi o'sha papugayga yodlatsangiz hamcha gapirib beradi-da, nimadir yodlatib gapirtirsangizga, xuddi shunaqa ekspertlar ham bilib olgan matnini yodlab gapirib berishni o'rganganda. Bunaqa narsa bu kurs emas. Bu lo'ttivozlik. Konkret aytaman, bu kurs emas, lo'ttivozlik. Siz haqiqiy tajribangizni berganingizdagina, o'zingizni bosib o'tgan yo'lingizni, o'zingizni ishlatgan strategiyangizni berganingizdagina siz haqiqiy ekspert bo'lasiz. Ekspert bo'ldi, bu o'sha nimadir kursda o'qidi yoki kim qanaqadir tekstni yodlab oldi, bo'ldi, u ekspert bo'ldi emas. Kechirasizlar-yu, bu narsani berishi o'zi noto'g'ri. Mana men o'zimni kurslarimda postoyan o'zimni bilim va tajribam bilan bo'lishga harakat qilgan. Men qaysidir ekspertni yomonlash niyatim yo'q, lekin bor shunaqalar. Вот konkret aytaman, bor. Men ko'rganman ham. Men просто ismlarini ayta olmayman. Men nomlarini aytib mundoq qilib chiqara olmayman. Men kimnidir orqasini kovlashni xohlamayman, kechirasizlar. Oddiy gap aytganda. Xo'p, jahlim chiqib ketdi. Xo'p, shunaqa qilib men mana shu 3 ta qadam bilan o'zimni kursimni yaratganman. Ha, to'g'ri, men xatolar qilganman. Men opog'oy emasman. Menda ham bor, qayerdadir kurslarimda xatoliklar bo'lgan, qayerdadir montajda slabiy taraflari bo'lgan, bittasida даже shunaqa vaziyat bo'lgan, o'quvchilarga juda tez darsni jo'natish kerak bo'lgan. Men majbur bo'lganman bolarim bilan o'tirib darsni yozishga va bolalarim bo'lganda bitta o'zim emasda, даже menimcha hozirgacha u kursni darsi bor bo'lsa kerak, kurslarim ichida hozir tekshirib ko'rish kerak ekan. O'sinimi bolalar, hamma bolalar bilan bo'lgan va men dars yozayotganda ular gapiraverishganda, kelib chiqirib, baqirib, qiy-chuv qilaverishgan. Keyin men nima qilganman?
qani hammang o'zingni yop deganmanda. Keyin o'sha darsni o'ziga zapisiga kirib qolgan ekanda, keyin men uni bilmaganman, esimdan chiqib qolgan. Darsga berib yuborganman. Keyin yana bitta o'quvchim yozyapti, o'sha tanishim edi. Yulduz, men bu joyda mana bunaqa baqirganing eshitilib qoldi dedi. Voy deb. Keyin uni montajlab menimcha yana qaytadan joylagan bo'lsam kerak, esimda yo'q, balki qolib ketgan vaziyatlar ham bordir. Aytmoqchimanki, har xil vaziyatlar bo'ladi. Xato, kamchiliksiz kurs bo'lmaydi. Siz o'sha xato, kamchiligingizni to'g'rilab borsangiz, kursingiz har safari yaxshi bo'lib boradi. Xo'p, $20,000 zapuskga keladigan bo'lsak, $20,000 zapuskni men aynan o'zimni SMM va mobilografiya kursim orqali qilganman. 10,000 birinchi navbatda 10,000 qilganman, keyin 20,000 gacha bu narsaga ilojini qilganman. Ya'ni ko'p odamga sotganman. O'zi aslida kurslar qanday sotish mumkin? Arzon sotib ko'p odamga sotib ham yaxshi daromad qilish mumkin yoki aksincha qimmat sotib kamroq odamga sotib, lekin ko'proq daromad qilish mumkin. Men ikkita metodda ham ishlab ko'rganman, lekin o'zimni shaxsiy fikrim, men o'zim arzon sotib ko'p odamga sotganimda ham qiynalmaganman va bu orqali yaxshi daromad bo'lgan. O'shaning uchun men o'ylayman, arzon sotishning ham yomon tarafi yo'q. Deylik, oldin SMM bo'yicha, mobilografiya bo'yicha o'qib ko'rmagan odamga обязательно arzon sotib ham imkoniyat berish kerak. Nimaga? Chunki qimmat kurslarni hamma ham sotib ola olmaydi. Lekin arzon sotib, ularni bilimini topishiga, shu narsaga yordam bersangiz, ertaga ular o'sadi va siz yangi kurs qiladigan bo'lsangiz, yangi narsa beradigan bo'lsangiz, ular bir o'ylanmasdan sizdan xarid qiladi. Misol uchun men o'zim shaxsan o'ylayman, mana shu rynokda yo'q deganda 3,000 dan 4,000 gacha mijozlarim bor. Ya'ni meni onlayn kursimni yana sotib oladigan o'quvchilarim bor. Chunki menda ular o'qib ko'rishgan, meni metodlarimni ishlatib ko'rishgan, meni o'sha bergan fishkalarim, meni o'rgatgan narsalarimni ishlatib ko'rishgan va natija olishgan. Va natija olgan o'quvchi katta ehtimol bilan yana qaytadan sizdan nimadir sotib olishga harakat qiladi. Aslida marketingda ham xuddi shunaqa, mijozni bir marta emas, uni qayta mijoz qilganingizdagina siz yutasiz. Ya'ni sizdan bir marta sotib olib, boshqa sotib olmaydigan odam bo'lgandan ko'ra, sizdan bir marta nimadir xarid qilib, keyin yana qayta boshqa kurslaringizni ham sotib olgani sizga manfaatliroq va bu degani qayta oldi degani ham, sizni demak kurslaringiz yaxshi degani ham. Shuning uchun men o'zimni $20,000 zapuskimni aynan o'sha o'quvchilarim qayta sotib olgani yoki masalan menga auditoriyani ishonchi katta bo'lgani uchun erishganman deb hisoblayman. Xudo xolasa sizlarni birinchi zapusk qilishingizda o'zimni Telegram kanalimda bepul darslarni berib boraman va qiziq bo'lsa, meni Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar va jonli chatlar orqali savol-javoblar qilib, zapusk qilishingizga birinchi qadam qilishingizda yordam beraman. Xayr, sog' salomat bo'ling.